Alloh taolo aytadiki, shunaqa odamlar bor deydi. Robbim Alloh deb turib oxirgacha turib beradi. Shunaqa odamlarga vafot qilayotgan vaqti bor-ku, g'arg'ara kelib qolganda odam qo'rqib ketar ekan. Men o'lib qolyapmanmikin, ha? Men nima qildim ekan? Meni endi oqibatim nima bo'lar ekan? Bir amal qila olmadim Xudo aytgandaqa degan tashvish kelib qolar ekan odamda. Xuddi shu vaqtda tatanazzalu alayhimul malaika, haligilarda oldiga shunday farishtalar o'chib kelar ekan. Qo'rqma. Birinchi gap shu bor ekan. Alloh taolo aytadiki, qo'rqma deydigan farishta yuboraman o'sha qo'rqqan paytda deydi. Ularning belgisi shu. Alla taxofu va la tahzanu. Qo'rqmagin. Bu dunyo farzandlaring, bola chaqalaringni tashab ketib qolyapman, endi nima bo'lar ekan deb hijolat ham bo'lmagin. Sendan ko'ra yaxshi qaraydiganlar bor ularga. Va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tirik yurgan paytingizda Robbim Alloh deb turib, shu gapingizda turib berdingiz. Shunaqa odamlarga bashorat bo'lgan, bilasizmi, jannatga kirasan deb. O'sha jannat